O'zi umuman obodonlashtirish tizimi juda eskirgan bizda. Haligacha daraxtni taglari oqlash, supurgi bilan supurish, barglarini yoqish yoki mana bu supurib olib ketish. Yana ana mavsumiy gullar bor-ku, mayda-mayda kichkina gullarni yiliga 8-9 martalab ekish. Bizda o'sha mavsumiy mundoq ekib qo'yiladiganlar, ayniqsa tadbir oldi, Tadbir oldi. xalqaro tadbirlar bo'ladi, boshqa davlat prezidentlari kelganda rosa ekiladi. Ular quriydimikin u yerda? Qurib qoladi, tez-tez almashtirishadi. Ba'zida shoshilinch ekishgani uchun tagidagi plastik qopchasi bilan birga tiqib qo'yishadi. U plastik qopcha sug'orish davomida kelgan suvlarni o'ziga kirgizmaydi. Shuning uchun ham gullar tez qurib qoladi. Yana o'shani sug'urib tashlab, yana ekishadi. Agar Qozog'istonga qaraydigan bo'lsak, oddiygina Olmaota shahrida biznikidagi mayda gullar o'rniga landshaft qilishgan, ko'p yillik butalar, yarim butalar ekishgan. Ular ham gullaydi, ular ham tuproqni ushlab turadi, qaytanga yaxshiroq natija beradi. Bizda bu qandaydir korrupsiyaga o'xshab ketadi-da, yiliga 8-9 martalab ekiladi u, lekin uni o'rniga mayda, katta har xildan qo'shib turib, bir-biriga mos o'simliklarni ekish va u doimiy turishi mumkin.